Assalomu alaykum Instagram do'stlar, yaxshimizlar. Moskva metro Katinlikida turibmiz. Bu yerda turgan akalarimiz, opalarimiz hozir Granistadan kelyapti. Granista reklama qilamiz sizlarga. Kirdi chiqdi qilmoqchi bo'lgan do'stlarimiz ekrandan nomerlarga bog'lanib, bemalol kirdi chiqdi qilishlaringiz mumkin. Akalarimizdan so'rab bilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimiz? Qayerdan bo'lasiz? O'zbekiston Qashqadaryo. Qashqadaryo, gap yo'q. Qancha vaqtda chiqib kelyapsizlar? Uzoq 2 sutka bo'ldi. 2 sutka. Yetmadi ham dal shu. Qanchadan park kelyapti? 12 ming. 12 ming rubl. Gap yo'q aka. Yo'lga chiqadi. Shu shofer akamizga qanday gaplaringiz bor? Vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Chotna barvaqt qildi. Chiroyli bordik, chiroyli olib ketdik. Gap yo'q, charchamang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar hammalaringiz 2 sutkada borib kelgansiz. 2 sutkada borib kelyapmiz. Sizlarga ham 12 ming rubldan park 12 ming rubl. Nima deb qolasiz? Shu kuzatib turganlarga shofer aka yaxshimi? Shofer aka zo'r, ishlaringizga omad. Birinchi o'rinda muomala turadi-da. Muomala hammasi zo'r, chotki. Hammasi yaxshi, bizga yoqdi. Hammaga taqdir qilib qolamiz. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Qayerdan bo'lasiz? Men ham O'zbekistondan. Toshkent Megabor. Toshkentdan bo'lasiz. Yaxshi park keldimi? Shofer bomba. Zakonniy. Любой problemani yechib beradi. Dokumenti yo'qdi ham o'tkazib keldi. Gap yo'q. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar o'zlaringiz. Real nima sizlarga video qilyapman. Murojaatlar bo'lsa bemalol ekranda raqamlarga aloqa chiqaveringizlar. Tog'a, rahmat sizga. Charchamang. Aka, assalomu alaykum. Siz qayerdan bo'lasiz? Sirdaryodan. Sirdaryodan bo'lasiz. Taksi akamiz yaxshi olib borib keldimi? Udar zo'r gap bo'lishi mumkin. 12 ming rubldan park kelyapti. 12 ming rubldan bor. Yeb ichishga qancha ketdi 2 sutkada? Yeb ichishga ketgan bo'lsa, endi hamma har xilida, aslida ketadi, 5-6 ming ketadi. Tushunamiz. 5-6 ming ketdi, o'zimga ketdi-da, endi boshqalarni bilmadim, o'zimga shunday ketdi. Yeb icharlaringizdan 15-16 ming rubl bilan borib kelasizlar ekan. Zo'r. Dokument yo'qlar bo'lsa ham, masalan, poddeshka qilib borib olib keldi. Sizni dokumentingiz bormi edi? Meniki bor edi. Mana bir hektar yo'llarimizda yo'q edi. Molodets, zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas, zo'roq keldi. Gap yo'q, charchamang aka. Tog'a, siz qandaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi borib keldingizmi? Assalomu alaykum. Rahmat, o'zingizlar yaxshimisizlar? Rahmat. Qayerdan O'zbekiston? O'zbekiston Andijondanman. Andijondan bo'lasiz. Kuzatib turganlarga nima deb qolasiz? Yaxshi olib borib keldimi? Kuzatib turganlarga gap yo'q, lekin yaxshi borib keldik, qiyinchilik bo'lmadi. Shofer eskidan qatnaydigan shustrik bo'lagan yaxshi. Ko'z tegmasin. Gap yo'q, mana do'stlar. Hozir bu akamiz qoldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Siz qayerdan bo'lasiz? Qashqadaryoda. Qashqadaryodan bo'lasiz. Dokumentingiz 100% joyidami edi? Yo'q, 1 yil 2 oy o'tib ketgandi. Yo'q. Ha. 1 yil 2 oy bez dokument yurgani, xudoga shukr, mana shoferni nima qilib, tanishib, gaplashib olib borib keldi. Chiroyli. Xarajatdan kam rasxod qildim. Где-то bunday olganda 5 ming tomon. Tushunarli. 12 ming rubl yo'lga ketgan, 5 ming rubl yeb icharga 12 ming rubldan borib kelyapsiz. 2 sutka vaqtingiz ketdi. 2 sutka shoferga ham dam berdik 5-6 soat maza qilib. Shoferga ham dam bergan, bundan tashqari obshi 2 sutkada kirib chiqib kelgan do'stlar. Mana akamiz aytishicha 1 yil 2 oy o'tib ketgan ekan, biz zakonga bergan. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Akamiz, shofer akamiz sizlarni yaxshi olib borib keladigan umiddamiz. Jonlaringiz omon bo'lsin. Kommentariyada fikringizni qoldirib keting. Bitta like bosib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz.